Ketdi mana rezultat. Yomg'ir yog'yapti. Maza bo'lyapti, xalqqa maza bo'lyapti. Video o'g'rilariga maza bo'lyapti. Tushungan tushundi. Yomg'ir yoqqan paytda bokovoyga suv turib qoladi, ko'rinish qiyin bo'ladi. Shunda mana zubnoy pasta bilan qanaqa qilib bokovoy oynasida suv turmasligini men sizlarga ko'rsatib beraman. Buni polniy qilib olasizlar, men sizlarga farqi bo'lish uchun mana shu o'zini ko'rsatyapman. Ozgina turadi. Ozgina turgandan keyin buni artib yuboramiz. Effekt zo'r bo'lish uchun imенно mana shu pasta. Imенно mana shunisi. Boshqasi yaxshi ishlamaydi. Ketdi mana rezultat. Yomg'ir yog'yapti. Bu yerda suv yo'q. Ko'ringlar, maza qilib yursanglar bo'ladi. Podpiska qilib qo'yinglar albatta. Foydali layf haklarni o'tkazib yubormaslik uchun. Layf haklarni.